The Notorious turnamentining 6-mavsumi. Burada 8 final bosqichining S guruhi o'yinlari. Barchaga omad tilab qolamiz. 10 soatdan keyin samolyot uchib qoladi. Uchadi. Nimaga xayrli parvoz. Так. Barchaga omad tilaymiz. Hop. Hop, bizlarda birinchi. Elektronik motor uchadi. Obra xotibga jamoa. 710 eSportsmi? Yo'q. Menga bugungisi keldimi? Yo'q, kelmadi. Hop, zap. Bizada Team MVP, TF Official, Tiger Kingdom, NKS Family, Tahyatash, TXT Team, Graphitos Team, NKS Family, NKS Family ikkita ekan, FX Gaming, Top Family, UZX Gamingdan yana har qanday UZX Gamingdan ko'ryapmiz. Ranger Team, Elik Region, New Era jamoasi 010 Best Team, Elite Esports. Hop. Barchaga omad tilab qolamiz va qaysi jamoalar bir-biriga yaqin tushishgan. Top Family va uning qarshilashi UZX Gaming. Birinchi va 12 raqamli jamoalar qarshiligini ko'ramiz biz. Hozirda bizlarga chat, like va comment, like bosib, komment yozib, qo'llab-quvvatlab o'tiramiz. Undan keyin podpiska bosishni esdan chiqarmaymiz. Bizda kanalimizda tanlovsan turnirlar bo'ladi. Hop. Bizda 12 va 11 raqamli jamoalar qarshiligi 16 ta jamoa 49 ta o'yinchini ko'ryapmiz. Hop. X Gaming va Top Family jamoasi qarshiliklari 11 va 12 bular o'z qarama-qarshilikdagi janglarni boshlashgani yo'q. Lekin NKS va Olami ko'rishimiz kerak. Lekin bu jangdan to'liq olib berish to'g'ri deb o'ylayman. Hop. KS. Yo'q, sizlar boshlab turguncha bizlar boshqa tomonni ko'rganimiz ma'qul deb o'ylayman. Bizlarga chiroyli janglar ko'rish kerak. Qayerda jang? Qayerda bo'lyapti? Tugadimi o'zi? Jamoasi minus уже. Kef. Jamoasi ham bor. Qayerda bo'ldi jang? Jamoasi minus. Enkas.
Enkes yopibdi. Enkes jamoasini qo'li baland kelgan. Bu yerda 11 va 2 jamoa qarshiliklarini to'liq kuzatamiz. Hop. Bu O'zbekiston turniri. Zenotorius. 6-mavsum. Bu aynan olib borish bizlarga topshirilgan. Bu turnir Zenotorius turnirining rivojlanishi uchun biz ham o'z hissamizni qo'shishga qilyapmiz. OZX Gaming va Top Family jamoasi qarshiliklari. Hozirda 14 ta jamoa bor kartamizda. Fashim Zvezda, Saylar Fozil. Nima bo'ldi? Birinchi o'yindan juda qattiq. Harakat yo'q ikkita jamoamizda ham. Teatrni qo'lga olishgan Top Family jamoasi o'yinchilari OZX Gaming bir chetda kuzatib turishibdi. Yaxshi joylashib olgan, genzalarga o'xshab. Uy tomlarida, Asadboy. Top. Bizlar jamoalarni top olishimiz kerak. Nok ko'rdik, nok chatda, kelishapti. Yo, jimjit, OZX top. Tacient OZX. 0. Desant, Tacient, Zvezda, 0. No, Top Family bitta nok qabul qilishib olganda, lekin o'zlariga kelib olishdi. Jamoaviy o'yinlar juda shakllangan. Shoshilayotgani yo'q. Marvel 188. Marvel Asan top, Polo top, Ninja top, Top Family. Chekinishyapti, Darkcent borishyapti. Hozirda jamoalarni tanishtirib o'tamiz. TM MVP hozirda guruhida qatnashayotgan jamoalarning ismlarini tanishtirib beraman. TM MVP, KF Official, Tigers Kingdom, Megas Family, TXT Team, Gravitas Team, Megas Family, FX Game, Top Family, OZX Gaming, Ranger Team, Elik Region, 010 New Era jamoasi bor, PS Team, Elite Sports. Fashim Zvezda Asadbek topni yana nok qilishyapti. Asadbek top. Va yana o'lsa, introz olish imkoniyati yana qisqarib boradi. Ikkita nok. Fashim Zvezdadan. OZX Gaming ham o'ziga nok qabul qilib olishsa, Marvel tomonidan. Marvel Desant. Va Marvel ikkita nok berdi. Dushman tomoniga. Fashim Zvezda yaqinlashib bormoqda. OZX Gaming o'yinchisi 0. Va to'g'ri bo'lishi kerak. Ninja bormoqda Polo tomon. Pablo tomon. Marvel imkoniyat bermoqchi emas.
Hoşem. Asad. Asadboy top. Assalomu alaykum barchaga. Omansizlarmi? Ziyara. Tadbir olar ekan jamoasi uchun. Tak. Ko'ramiz. Jamoamiz qanday rotatsiya qiladi. Qila olishi degani. TXT jamoasi. Tiger Kingdom. MVP. Ellik jamoasi. Ellik jamoasi rotatsiyasini boshlashdan boshlarga mana. Ko'ramiz. Abbos, Nurbek, Jagold, Bek, Elik Reyon. Elik Reyon bunaqasini endi eshitishimiz. Va, ular kimga? 13-raqamli jamoa. Ranger timga qarshi. Elik. Aha. Ray hacker. Hozirgina unga. O, Ray hacker qanday xato bu? Minus. Elik region jamoasi Ray hacker. Qanday? Ranger timga qarshi. Juda qattiq bosim qilishyapti. Ranger tim va full memes. Elik region jamoasidan. Qisqa vaqt ichida tezda yo'q bo'lishdi. Hozirda ularni hisobida 3 ta kill deb region. Haftamiz o'likda jamoa. TXT va Tiger. Juda yaqin. Ho! Ninja. Güzel. Uzix Gaming o'yinchisi Zero Nok va Hoshim jamoasi uchun jonni berish kerak.
Ko'ch qopti-ku. Aytib turinglar, ey. Так, bizada Temov. Tak. Kiev official jamoasi o'yinchilari 5 ta kill ularning hisobida va top 1 Crash Canadian Sailor 4 ta kill top 2. Ghost Ares MVP Team jamoasidan 3 ta kill top 3. XC Team jamoasidan 7 ta kill top 4. NKS jamoasidan 3 ta kill top 5. Volta Elik Region jamoasidan 6 ta kill. NKS jamoasidan 3 ta kill top 7. Tiger Kingdom jamoasidan 1 ta kill top 8. 2 ta kill. Rasulovdan. Hop, Geref 2 ta kill top 10. Top Family'dan 4 ta kill top 11'da. OZX Gaming 2 ta kill top 12. Rangers Team'dan top 13'da 0 kill. 4'ta 0. degan qanaqa jamoa? LIT Sports. LIT Sports. 2 ta kill top 15. Hozirda Kiev official jamoasidan 5 ta kill top 1 ko'rdik. Birinchi match yakunlandi. C guruhi uchun birinchi o'yin. Va ikkinchi o'yinga ko'ramiz. Biz sabrsizlik bilan kutamiz. Hop, bizada Marvel eng ko'p kill qila olgan igrok 4 ta kill. Geref Kayrat eng yaxshi igrok, Mutyanov eng oxirgi killni jamoasiga tortiq qildi. Yepay. Yomon gapirar ekanman o'zbekcha.
O, yaxshi-ku. Boshlandi vaqtida. Va men hozir Token o'yiniga keldim. Tak, hammasi yaxshi. Ja, qiziqarli bo'lyapti. Bugungi guruh shiddatli. Bir-biriga bosim qilib chiroyli o'yinlar ko'rsatishyapti. Mayli. Ko'ramiz. Hop, barchaga omad, xayrli parvoz tilab qolamiz. 14 ta jamoa, 48 ta o'yin, 48 ta o'yinchi, 8 final. Hozirda S guruhi ikkinchi o'yin Miramar kartasi bo'lmoqda. Va undan keyin Erangel kartasi va vaqt o'tib 23:00 da sizlarni S1 guruhi o'yinlariga taklif qilib qolamiz. Va sizlarga yaxshi hordiq tilagan holda ko'ramiz. Kim xayrga tushar ekan? Mbappe Team jamoasi. Ko'rdik, hop. Belgradga tushadimi? Kattaroq qilib ko'rsatamiz sizlarga.
Manzil aniq marra yaqin. Hozir AWP bos ko'ryapti uni. Tiger Kingdom jamoasi lobbiga yuborishdi. Wow. Fire great. Kim bu yani? EKS. Ko'ramiz. Yotamiz. Beshinchi raqamli jamoa. Hop. İşçi. Ve 6. EKS. Nol 10. New Era jamoasi ekan. Beshinchi raqamli jamoa. Ikki. EKS jamoasi. Shayna qo'shib shekilli. 3ga 4. Ha, 4ga 4. 4-chi o'yinchisi ham bor ekan. Ko'ramiz. Bu 5-chi va 6-chi raqamli jamoalar qarshiligi. Nol 10 Era. Ranger Steel Hop. Ko'raylikchi. Top Family'da yana jang. Tiger Kingdom lobby'da. Hop. EKS jamoasi yana bitta. Top Family qani? Ha, topdik. Rangerlar bilan top. Boy. Nok bo'lish. Da, nok bo'ldi. Zigzag bilan. Zigzag Ranger Team. Uchta raqam jamoa. Ranger Team. Hop, yana bitta o'yinchisi. Rangerlar yomon ketishyapti. 3-chi raqamli jamoa. Ularning killari hisob 3taga 7. Top Family lobby'da. Yo, lobby'da emas, Asadboy bor. Assalomu alaykum da. Tayyor turishibdi. Asadboy top. Qancha muncha narsa qila olar ekan Asadboy. Manzil aniq marra yaqin. Asadboy omad. Wow. Adilar, EKS, Tembaga.
Hop. MVP. Team MVP va Ekias. Team MVP'da 2 tane oyun var. Ras bu qarshilikda kim yengar ekan? Ares eng oxirgi o'yinchi Team MVP'da. Ekiasda ham 2 tane bor, lekin o'zi olishadi. Shu Ares nima qilib bera olar ekan jamoasini? Qora oladimi? Da, ancha uzoqda. Jamoadoshlaridan. Ares. Hop. KF Official'da Elik Team jamoasiga qarshi o'yin boshlangan. Yelkas ko'changda g'alaba qozondi. KF Official. KF Official'da 4 ta kill. No, lekin ulgura olmadi shekilli. Guess. Elik Team jamoasini lobbyga borishgan. Top Family Rangerlar. Da. Top Family'da Asadboy eng oxirgi o'yinchi. Uzix Gaming Rangerlar. Hammasi bitta joyda. Asadboy Onaga kirishga qaror qilgan shekilli. Hoshim Zvezda. Uzix Gaming o'yinchisi. Bu Asadboy. Так. Ko'rsatamiz. Lekin men sizlarga ovozim 4 daqiqadan keyin kelishi mumkin. 4 daqiqa zadержка bor. Eshitish. Da. O'ziga yaxshi pozitsiya topib qolishgan Asadboy. Familiya o'yinchisi. Albatta boshqa tomonga ko'rsatishda davom etamiz Hoshim. Uzix Gaming. Rangerda boshqa tomonga ketishgan. Hop. KF Official NKS. Okay. FX. NKS. Hop. Yanacha. Tiger King lobbyda. Elite Sports jamoasi ham juda yaqin. Hop, Chiraqam jamoa. BS Team. Uzix Gaming. Nima qilishmoqda? Uzix Gaming yaqinda почти hech kim yo'q. XT. XT Rangerlarni lobbyga yuborishdi. Da, menimcha eng oxirgi o'yinchisi. Hozirda Tiger King da minusga uchragan hozirgi match uchun. Elik Team jamoasi lobbyda. Rangerlar lobbyda. Bitta jamoa qolishgan. MVP jamoasidan Ares. KF Official'dan hammasi to'liq 4 ta kill ularning hisobida. NKS
0 kill. TXT 1 kill. Team hisobida. EKS 3 ta kill. FX. FX Gaming 0 kill. 3 ta игрок. Top Family'da Asadboy. Tez olib berish kerakli unga. Uzix Gaming 2 ta kill. Hop, jang boshlanibdi. Demak, nol 10 era va enkesda jang bo'lishi mumkin. Nima qilishar ekan? To'xtashdi. Hop. Enkes bor. Uni albatta juda qisqargan. 0-10 era va enkes qarshiligi. Hop. Jamoa 30 o'yinchi. Bu jamoaviy o'yinlar shakllangan degani ushbu guruh uchun. Har bir jamoa. Sredniy 3 ta o'yinchi. To'rga to'r. Hech kim xalaq bermaydi, sababi jahonda hech kim yo'q. KF officialda jang. Oho, mutyam. Ularning jangini kuzatamiz. Ko'rib chiqamiz. Da, KF official. Ja, uzoq. Bunchalik yaqin emas. BS Team jamoasiga qarshi. O, BS Team harakatda. Price. KF officialda 4 ta kill, lekin ularning yaqiniga BS Team jamoasi o'yinchilari kelishgan. BS Team Losko. Yaxshi. Qo'rqayotgani yo'q jamoalarimiz bir-biridan. TXT jamoasi ham kelishgan. 69 knock. Losko. TXT jamoasi hop. Ares bu MVP teamning oxirgi o'yinchi. Crash kamar yurog'ini knock qilyapti. Qayerda ular? FX team. Enkes. Ares. Qolgan jamoalar yaqin emasga o'xshaydi. Oskar yana yaqinlashishni xohlayapti. Utianov Uzix Gaming o'yinchisi. Qayerda? Ko'ramiz. Loska tarafdan ham ko'ramiz. TXT jamoasi o'yinchisi ham bor yaqin joyda. Hop, Timi keldi. Timi. Yaxshi, TXT jamoasi o'yinchilarini o'qishmoqda. Price. Ble. Eng oxirgi o'yinchi TXT jamoasidan. Losko. Bitta kill.
Beyaz Team jamoasida. No, no, bomba o'ziga kill yozib oldi. Voy, granata qanday uchib kelyapti. Bomba tomon. Bosim 2 ga 1. Aha. O'ta jamoa 24 ta o'yinchi. Bombadan. Oh, fiya. Chekisi jamoasi minus. Beyaz Team jamoasidan lobbiga yuborishdi. Chekisi jamoasi. Ares. Yes. Jamoasida hujum. Ularda ekan full yetib kelishgan. 4 ta o'yinchi. Kimlar? 3 ta hozirgi o'yin uchun. Beyaz Team jamoasi o'yinchilarini ko'rishdi. Phoenix. Qanday tutmaslik mumkin? Neo. Bu ham qarab turish bilan cheklanyapti. M24 quroldan Simpo. Lazer. Sal kelishmasangizlar o'zimiz boramiz deganday. Qaysi u? Ares. O'zga Dim orqali yo'l ochmoqda. 0-10 era. Crash. Ekasioniga bir borib qaytdi. Da, rotatsiyani yaxshi qilishyapti. 15-chi jamoa. Burchakni tekshirish qilayotganga o'xshaydi. Menkes 0-10 eradan o'ziga nok qabul qilib oldi. Va bizlar to'liq olib berishga harakat qilamiz. Crash. Ularda ham nok bor bitta o'yinchida. Jamoalarimiz ancha kuchli. KF official o'yinchilari hozirga ham yashashyapti. Hozirgacha. Solo. Rice. Frotialat tarafdan minus. Utianov, Smoker. Asadboy. Na, minus. 2-2. Menkes va KF official o'yinchilar tomon. 2. Yes, Ares. Beyaz o'yinchilarni hujum qildi. Yanacha. Oy! Ares. 4 ta jamoa, 14 ta o'yinchi. Kimlar yashashyapti? Enkes. KF official. Mutianov yolg'iz 2 ta kill. Neo. Mutianov. Full hammasini lobbiga yubordi. On era jamoasi. Enkes va KF official o'yinchilari. Tutela. Tianov. Smoker. Smoker. Gas o'yinchilar tomon hujum. Mutianov bo'lsa tepaga. Nok. No. Undan o'yinchisi. Smoker. Yo'q. Yana granata. Oho, yaxshi. Mutianovdan ikkita kill.
Muteanov minus. Hozirda 3-2 NKS va 0-10 ERA jamoasi o'yinchilari. 2-2 kuchlar teng. Kim bu? Zeus nok. Kuchlar teng. 2-2 0-10 va NKS jamoasi qarshisiga. Bizlarni juda shoshilib qo'yishyapti jamoalarimiz. Hop. 0-10 va NKS jamoasi. Sailor nok. Zeus 1-2 holatda. Qanday chiqib keta olar ekan? Zeus chiqib keta oladimi? 0-10 va NKS. Va albatta qiyin. Tak, sizlarda jamoalar natijalar bilan tashlab o'tamiz. Sailor, Blishot, Crash, Kaf 2010 era jamoasi o'yinchilari 7 ta kill, top 1. Qutlab qolamiz. Bizlarda top 2, 4 ta kill, NKS jamoasi, Kaf official jamoasi top 3, 8, 9 ta kill. Bizlar jamoalar natijalarini tez tanishtirib o'tishimiz kerak. Bizlarda vaqt juda ko'p. Shuncha bizdan boshlashimiz kerak. 4-o'rinda NKS jamoasi yana bitta jamoa. 5 ta kill, top 4. Natija MVP team jamoasi 3 ta kill, top 5. BS team jamoasi 2 ta kill. 6-o'rinda yaxshi. Top family jamoasi Asadbey. Top kutgandim lekin. Top 7 natija 0 kill. FX team jamoasidan 3 ta kill, top 8 da OZX Gamingdan 3 ta kill, top 9. XC team 2 ta kill, top 10. 0 kill, top 11. Rangerlar 3 ta kill, top 12. Elite team jamoasi 0 kill. Tiger Kingdom 0 kill. Hop, bizlar ko'ramiz. Yaxshi. Dolon era. 0-10 era. 7 ta kill. Kaf mutanali eng ko'p kill qilgan Iroq OZX Gaming o'yinchisi 0, eng yaxshi o'yinchi Crash. Kill olib 0-10 o'yinchi. Top 1 olib kirdi. Eng yaxshi bitsa aynan top 1da. Kutamiz sabrsizlik bilan keyingi o'yinni.
Ma boshlandi. Oxirgi match 3-chi. Yaxshi. Qolamiz. Hacker. Grafika zo'r. Intel kartasi. Barchaga xayrli parvoz. 13 ta jamoa top 6 keyingi tur uchun yo'llanma olishadi. Barchaga omad tilagan holda jamoalarimiz qayerlarga tushadi ko'ramiz. Enkes. Hop. MVP Enkes. Kefans takrashyapti. Hop, Top Family. Enkes. Elite Sports. Gravity. Uzix Gaming bular albatta. Enkes. Rangerlar. Yana kimlar ko'rishimiz mumkin. Team Top Family. Ovozlar borayotgan bo'lsa kerak, a? Ovozlar yaxshi. Barchaga omad. Yana sizlarga ishonlar taqdim etishni tilab qolamiz o'yinchilarimizga. Tiger Kingdom Uzix Gaming o'yinchilariga qarshi. TXT Team. Enkes. Rangerlar. Kimlar? Aslida sportdan o'yin ko'rishimiz mumkin. Tiger Kingdom Uzix Gaming. Qo'shim. Jang boshlanmak, ha? Bu kartadan yaqinroq ko'rsatamiz o'yinchilarimizdan. Hop, Tiger Kingdom. Ularda PTS juda kam. Natija juda past. Ezo, Beck, Pager, Asinev. Hozirda sizlarga taqdim etamiz. Hop, qo'shimizga Zamnoq. Gamingda. Yaxshi boshlab olishsa, Tiger Kingdom jamoasi. Hop. Tiger Kingdom. Ezo, Pager, Asinev, Beck. Va ularning yaqinida Uzix Gaming, Desant, Dacian, Zero. Sizlarda Tiger Kingdom jamoasida. Uzix Gaming olgan 1 ta kill. Bitta PTS degani 12 ta jamoa, 43 ta o'yinchi. Bitta kartamizda qatnashayotgan. Beck, Ezo, Pager, Asinev. Hop, ko'ramiz keyingi yurishi qanaqa bo'lar ekan.
Nima qilar ekan? Elatia Sports. TXT Team. MVP Team. Bizlar Elatia Sports juda yaqin kelib olishgan. Enkas jamoasiga. Beramiz. Desant. Chiroyli mashina. Bu albatta juda yaxshi. Bizlar qismida qolishgan. Albatta bu hozir. Va bizlarda jang boshlab yuborishgan. Elatia Sports. Va Enkas. Phoenix, Lazer, Polo Caption. Voy, 2-2 bo'linib olishgan. Har tomonda 2 ta. Juda zo'r. Enkas. Piaf Erkan. Elatia Sport o'yinchisi. O, 2 ta Neo va Simple. Elatia Sport jamoasidan. Lazer va Phoenix. Non-name va Polo Caption tomon nima qilishlari ekan. Tilini sevib chiqib ketdi. Savol. Lazer. Qanday granata? Polo Caption. Sakrab tushishga ulgurdi. Nima qilishadi? Non-name. Avvora Phoenix va Lazer javob qaytarishga oladimi ko'ramiz. Tepada yana odam bor deb o'ylashyapti. Lazer va Phoenix. Elatia Sports. Enkas erki qo'yish mumkin. Erkan. Juda to'g'ri joylashgan Lazer tomon. Yo'q, ko'rmadi. Phoenix. Lazerni boshlab ketyapti. Bizlar hozirda Yasnaya chaqirishidamiz. Chaqirishasizda. Yasnaya Polyana. Erkan. Kia 3. Bitta ikkita bitasi olishgan. Elatia Sport va Enkas. Hop. Gravity. Ular kelishmoqda. KF Official. Tiger Kingdom. Gaming bilan qarshi bo'lgani yo'q. Rangerlar Pachinki tomon harakatlanishmoqda. Erkindan Lazer nok. Ishlab olishsa. Va umid aynan Phoenixga bog'langan. Phoenix. Men uchun qanday Phoenix o'shda davom etmoqda. Aynan uning hisobida ikkala bitta. Live Spitesga o'ynamoqchi shekilli. Phoenix. Aynan haqida. Yaxshi. Phoenix. Olmayayım. Da, Phoenix ketib qolgan Elatia Sports. Hali qidirmoqda. Umid bor.
Dixie Uzix Gaming bilan qarshilik bo'lyapti. Ko'ramiz. Dixie Team'da ahvol qiyin. Uzix Gamingga qarshi Zangetsu. Escanor. Nima qilib tashlashdi? Uzix Gaming juda yaxshi o'ynashar ekan. Zangetsu bu tomonda Escanor. Voy, Dixie Teaming. Hozirda lobida Tiger Kingdom jamoasi ham sekinlik bilan yaqinlashmoqda. Gravity ham kuzatishda davom etmoqda va Asienov ularni ko'rdi. Va bu Uzix Gaming hozirda ular hisobda killlar 4 ta. Dacent. Uzix Gaming. Gravity. Tiger Kingdom.
ovoz chiqmay qolibdi-da. Yana qaytadan tanishtiramiz. Inkas jamoasidan to'p 1, 5 ta kill. Gaf Official jamoasidan 15 ta kill, to'p 2. Yaxshi, killlar juda ko'p, lekin to'p 2. Necha? UZX Gamingdan to'p 3. Yaxshi ko'rinish berdi, yaxshi. Rotatsiya qila oldi, sabrlik qilib. 4 ta kill, to'p 3 natija qayd etishdi. Pablo ancha yashashda davom etdi, to'p 4 natija. 2 ta kill hisob bilan. FX Gaming to'p 5, 2 ta kill. Tiger Kingdom 6 ta kill, to'p 6. Yaxshi, Rangerlar to'p 7 ta, 2 ta kill, to'p 7 ta. Elite Sport to'p 8 da 3 ta kill. Gas jamoasi o'yinchilari 0 kill, MVP Team 0 kill to'p 10 da. Gravity jamoasi 2 ta kill, to'p 11. Tixi Team jamoasi 0 kill, to'p 13 da. 0 kill. Inkas jamoasi 5 ta kill hisob bilan to'p 1. Va bizlar eng ko'p kill olgan guruh Zero UZX Gaming o'yinchisi eng yaxshi guruh Inkas Phoenix jamoasi uchun kerakli to'p 1 ni olib berdi. Hisob Tesla va bizlar guruh o'yinlarini tugatdik va guruh o'yinlarini tugatdik. 3 ta match aynan har bir guruh uchun 1/8 final bosqichi va 20 hozirda vaqt 21:53 va keyingi o'yinlar aynan 23:00 da O'zbekiston vaqti bilan Rossiya vaqti bilan 21:00, Qozog'iston bilan 00. Almaty bo'lsa kerak, Almaty vaqti bilan 00, 24:00 da. Sabr guruh o'yinlarini kutamiz. Va stream o'chmaydi azizlar.
these diamonds that I wear, gold lace, please you like no other. Heartbeat racing, I'ma put you through these paces. Be the best you ever tasted. Gonna stay on your mind, come back every time, baby. I'ma keep you craving. Baby, I'ma keep you craving. Baby, I'ma keep you craving. Yeah, I'm that remedy, subject to your abuse. I'm that desire in your blood you can't refuse. You picked your poison, boy, ain't nothing left to chew. Now you can't get enough. Intoxicated, can't recover. Seductive eyes, I'll keep you close. With your hand on my hips, hold through your wrist, press to these lips. Kiss I won't tell. I wear like these diamonds that I wear, gold lace, please you like no other. Heartbeat racing, I'ma put you through these paces. Be the best you ever tasted. Gonna stay on your mind, come back every time. I'ma keep you craving. Baby, I'ma keep you craving. Baby, I'ma keep you craving. Baby, I'ma keep you craving. Intoxicated, can't recover. Well, am I the bad guy? Maybe I wanna be the hero sometimes. So used to people treating me like I'm evil. You know, one ever wants to play nice. I just wanna be the good guy, but every time I try, someone loses their life. Maybe I wasn't born to be a hero. I should be evil. Well, fuck it, I'll try it. Monster, demon, savage, evil, if I'm no hero. Maybe I should be a supervillain. Maybe I should be a supervillain. Maybe I should be a supervillain. I've been fucked up. Time to give it to my demons. Heartless, bad blood. Like Medusa, undo ya. Ice cold like the queen of hearts, of hearts. Got a head full of snakes, now they all gonna pay. I'm done. Yeah, I'ma be a Monster, demon, savage, evil, if I'm no hero. Maybe I should be a supervillain. 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 Maybe I should be a supervillain.
I'm out of my mind. I'm tripping inside. Something was different. I won't be missing you for the night. So tell me I'm right. I'm shifting your tide. Let's not be foolish. You shouldn't lose this, baby. You're mine, mine. We were sipping in the library of the Beverly Hills. Now you're tripping to my body. We got hours to fill. Do you wanna meet all my monsters? Think you're tough, I know they'll drive you bonkers. Meet them once and they'll forever haunt you. There's no heroes or villains in this place, just shadows that dance in my headspace, leaving nothing but phantoms in their way. There's parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Take a step into the heaven. Look around the scene, even the half of it. I'm walking the line between panic and losing my mind, embracing the madness. My devils, they whisper in my ear, deafening me with all my fears. I'm living in a nightmare. Parts of me I cannot hide. I've tried and tried a million times. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. Cross my heart and hope to die. Welcome to my dark side. You stole my heart of gold after my silver soul. Can you dig any deeper now? I gave you all I own, put you on this golden road, but I'm a little stronger now. You cashed in on my promises. You know I'm too generous. Now I've learned to never help you out.
too generous. Now I've learned to never help you out. 'Cause I'm done cleaning up your mess. Found myself in my regrets. I've become a little stronger now. A little stronger now. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent. I gotta save me from this in my heart. Don't play with my heart. Just let me go. Please let me go. You like to love so hard and then you throw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard and then just throw it away. You opened up my heart and just to close it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on me. So don't you blame it on me. You never knew how bad it was. Yes, you never really cared because you said your parents never gave you hugs. And as a child you were never loved. You made me love so hard, but then you threw it away. You like to open scars and then you blame it on me. You're someone I can never be with. You joke about my flaws and weaknesses. What you love so hard and then just throw it away. You opened up my heart and just to close it on me.
Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong, always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams, when you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win. I don't want no fake love, I want the real stuff. Everybody listen up, cause I'll only say it once. I'm gonna show you all the path, if you want it bad. I'm gonna show you where it's at, yeah, how you can get it back. Yeah, cause I ain't never done, I'll be number one. Working hella hard until I get just what I want, yeah. Rises like the sun, yeah, fatal like a gun. Shooters gonna shoot and I'm gonna shoot until I won, yeah. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Yeah, I put out all this art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed, feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, yeah. Oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only a path, I'm lonely, but damn, I'm going to win, yeah. Yeah. Everybody knows that I'm breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now, I made mistakes but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home. On my own, in the zone, that's the only way I know. Feeling low, about to blow back up. Here I won't ever let the doubt creep in. Gotta pop a couple more aspirin. I don't think I'll ever let you win. Easier to break it off best friends. I don't really understand myself, I don't really understand, need help. I don't wanna be left on the shelf. Couldn't even hear me if I yelled. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold outside, I'm alone, I'm alright. It's so cold. Load up on guns, bring your friends. É só
sexo agressivo, vou deixar sua bunda ardendo. Vou dar tapa, 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 tapa pra caralho. Um dia xereca me cortou da melhor forma. Um dia xereca. Você quer sexo agressivo, vou deixar sua bunda ardendo. Vou dar tapa, 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 tapa. Caralho. Caralho. Quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi, quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi. Em quatro paredes, eu vou acabar contigo. Oi.
sexo agressivo, vou deixar sua bunda ardendo, vou dar tapa, 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 tapa. Caralho. Caralho. Assim aqui eu gosto.
E aí, DJ Gui da CO, tá vagabundo? Eu tô bom. Ela pode, 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 pode. Voy, yaxshi. Barchaga assalomu alaykum deb qolamiz. Yana barchaga hozirdan bir guruhning birinchi o'yini. Yangi jamoalar, yangi ruh. Ko'ramiz, kuzatamiz. Hop, hammaga xayrli parvoz. Ko'ramiz. Bizni organizatsiyamiz aynan Meduza Screams. Hop, kim qayerga tushadi? Bu Victory Sins vs jamoasi o'yinchilari. Va qolganlarni ham kuzatamiz. Likers 23, Bratva. Oho, TikTok. Rockam ketib qolyapti. Likers 23 jamoasi Evekip. Evekip app jamoasi o'yinchilari. Top Family, Prime, Victor Sins, Abstract jamoasi o'yinchilari. Mobile Game, Care, Cybersports, Prime. Burada 15 ta jamoa. Ko'rib olishimiz mumkin jamoalarni.
Hop, sochilib ketishdi. Plaka 23, TikTok, Bratva, OZX Gaming va Top Family. Prime, Victor Sins jamoasi, Abstract, Setup Prime va Mobile Game. Ko'rinish beradi. Katta farq bor, o'rtasida. Mobile Game va Prime. Prime Esports va Mobile Game Team. MG va Prime. Hozirgi vaziyat 1-4. Kuzatishimiz mumkin. Prime deb diplomatiya va Stroyok tarafidan nok. Bu yolg'iz yurishning oqibati. MG jamoasi hozirda bitta kill. Boshqa hammasi jimjit. Prime hop yana Bratva, Keep Up, Gears 23, 4 jamoa, Abstract. Va shuni yana eslatib o'tish kerak, o'yinlar o'z vaqtida boshlanyapti. Shu dastlab kirish vaqtida, o'ynash vaqtida vaqtsizlar uchun aynan tez o'tadi. Shuning uchun diqqatni bir joyga jamlab, ID lobby uchun turnir uchun ID kelgan vaqtda birinchi kirib tayyor o'tirgan ma'qul hisoblanadi. Va Top Family. Victor Sins, Prime jamoasi o'yinchilari tarqalib ketishgan. Bratva. OZX Gaming va Victor Sins, Kolya, Prince, Rasulbek, Samurai. Ya bizda Kyber Sports o'yinchilari yaqinlashib kelishyapti. Prime Biahu tomon. Yaxshi. Juda yaqin. Beko. Beko. Va ismini sezishgan Maman va Draka. Kyber Sports o'yinchilari. Prime. Так.
Beko. Yashashni ma'qul ko'ryapti. Relax. Victor Seniors. Yıllar. Relax. Birga to'g'ri. Ha, 2ga to'g'ri. Ha, Prime yana bitta o'yinchisi bu. Severniy tarafda joylashgan. Samuray. Sakkinchi va 3 raqamli Prime va Victor Seniors o'yinchilari qarshiga Prime Relax. Aynan Rojikda Prime o'yinchilaridan ikkita. Samuray. Victor Seniors o'yinchisi. Rasulbek. Koля. Prince. Samuray. Ой, relax. Qanday nok qilishdi? Samuray. Prime Sports. Uning asl guruhida aynan hayajonli o'yinlar bo'lganda, ular ham shunday hayajonli o'yinlar taqdim eta olishadi degan umid qilgandim. Lekin jamjit jamoalarimiz
Tak. Yigitlar hammasi joyiga tushdi. Nimaga ekan? Bunaqa desa bo'lib qoldi. Hop. Relax. Hop, prime. Barchadan uzr so'raymiz. Do'stlar uchun. Bizlar ekranda bor. Yana pastdan qaraymiz. Top family. Asadboy top. Va tepada. TikTok jamoasi o'yinchilar. Bizlar o'yinga qaytdik. Va bu yerda 6 ta jamoa, 17 ta o'yinchi. Victor Sens, Prime, TikTok jamoasi, Never Give Up va Kiver Sports. Mobile game. Platforma yopildi. Never Give Up tomonidan. Hop. Bu yerda jang, Never Give Up va Mobile Game jamoasi o'yinchilaridan. Xursand. Va jim kuzatishda davom etayotgan Victor Sens jamoasi o'yinchilari. 95. Как 8 kill Never Give Up o'yinchilari.
Navy Pop top 4'likda Victor Sins, Prime va diğer Kibersport oyuncusu Draka. Navy Pop Prime jamoasi tomon ochilmoqda. Umidjon boshlab berdi. Knock. Umidjon qo'shilmasa kerak edi. Rasulbek bitta o'yinchi qoldi. Viktor Sensan ham rayt olmasa kerak. Bu aynan shaxsiy meni fikrim. Bu Baron Navy Pop jamoasidan. Va bu tomonda Prime jamoasi o'zlariga kelib olishdi 3 ta yuguroq ham. Navy Pop. Ikkita jamoa o'yinchilari. Ramos 2ga 3. Ya 3 qarshilay. Prime jamoasi o'yinchilari hozirda 5 ta kill, top 1. Qolganisi Diplomat, Vexo, Killer, Relax. 5 ta kill, top 1. Navy Pop jamoasi o'yinchilari 8 ta kill. Jami 12 ta kill. Top 2. Victor Sins o'yinchilari 4 ta kill. Rasulbek aynan u. Victor Sins o'yinchilari 4 ta kill. Top 3. Top 4 Akiar Kibersport 2 ta kill. Mobile Game Team 2 ta kill. Top 5. TikTok jamoasi o'yinchilari 7 ta kill. Top 6. Juda yaxshi. Tiam 0 kill. Top Family 0 kill. Top 8. Uzix Gaming 0 kill. Top 9. Abstract jamoasi o'yinchilari 3 ta kill. Top 10. Lakers 23 jamoasi o'yinchilari 4 ta kill. Top 11. Bratva 0 kill. Top 12. Respect jamoasi o'yinchilari 2 ta kill. Top 13. 7 jamoasi o'yinchilari 0 kill. Mesos Crips 0 kill. Top 13. Vexo, Killer, Relax, Diplomat. Ya'ni ham Prime jamoasi o'yinchilari 5 ta kill, top 1. Birinchi match. 5 ko'p kill olgan o'yinchi Navy Pop. O'yinchisi Umidjon, eng yaxshi o'yinchi Prime o'yinchisi. Top 1 Vexo. Tamam.
Tak, bizada bu ikkinchi karta. Lekin rangli kartasi qo'yilgan. Hop. Uchinchi karta meromar bo'lsa kerak. Savo o'zgartirilgan. Hozirda kartani o'zgartirib olsa, nastroykalarimiz o'zgarib ketsa kerak. Так. Hozir yaxshimi? Hammaga xayrli parvoz va bizlarda ikkinchi karta. To'g'ri tushunasizlar, bu ikkinchi karta yangi kartasi o'zgardi. 15 ta jamoa, 3 ta o'yinchi, 14 ta jamoani qaroqchi. Hamska qayerga tushar ekan? Czekamy dla wtrąc. Hop. Виктор Сенсиянова Яна Рожикта. Респект, братва, Кер Киберспортс. Ясная Поляна. И это Luzix Gaming. TM2 Mobile Game Team. Aynen bu yerde 3 ta jamoa. Ko'ramiz.
Güzel. Мелко. Респект, братва. Here Kibersport. Hadi bo'lsa 3 ta jamoa edi. Bu tomonda Kiar Zam. Hop. Uf. Короче, стрим, бля, пиздец. Ban oldimmi, bля. Yuragi yorildi-ku. Hozir chiqqanga o'xshaydi. Yaptı dedik. Bo'ldi. Menimcha yaxshi. Chatdagilar yaxshimi, yigitlar? Men stream ban oldimmi? Yuragim yorildi. 3 ta jamoa, respekt, bratva, Kibersport, Larja. Hop, yanada kuzatamiz. Kibersportda minuslar bor va yana bu tomonlardan bir nechta jamoalar to'qnashuvi kuzatilganda. O, Viktor. Hop. Hamma tomon kuzatishimiz kerak, albatta. Screams. Well game. Wowzer. Victor Screams. Давай. Aylan. Yo'q, ko'rmay qolish shekilli. Bu yoq indiyskiy kino. Va yana ayetda hop ayetligan boradi. To'g'ridan kuzatib kelamiz. Hop. Okay. Da işte. Ya da bosh shekilli. Lekin asta pastga tushib ketishganda, oy.
Nuza, granatkę. Još jepte. Hop. Liian, mittuza. Vai yana. Koska samanlainen pärmmäkin koetat poramos. Gatekeeper spot, respect. Lakia Sirmaush. Wow, TikTok. Never give up. Together mı? Wow, must together. Gatekeeper spot. Tot vastaan. Vasco! Vasco tavoin kuinka kamsaa sitä.